Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Bugün 2019 yıl 9 fevral şənbə. Hazır biz vətənimiz Şərq Türkistanda Xitay kommunistlere qarşı fəaliyyət qılıb 20 yıl 8 ay Xitay turmusida yetib chiqqan Abdulhamid Uyğur akamiz bilan söhbət qilamiz. Assalamu alaykum Abdulhamid aka, qanaqa ahvolingіз? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aldı bilan o'zingiz ekran oldidagi ko'rinmanlarimizga bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq ko'rman qarindoshlar. Men Abdulhamid Uyğur, asl ismim Abdulhamid Barat. Sharq Turkistonning Qashqar viloyat Yakan nahiyasidan. Men 1990 yil 4-oyda Barni vaqasi chiqish sababi bilan Barni vaqasidan bir oy keyin Xitoy kommunistlar tarafidan bizga qarshi turdi degandi bilan tutqun qilindim. Bu jarayonda 1 yil 7 oy turmada yotdim. Bu jarayonda Xitoylar qattiq qiyin qistoqlarni so'roq qildi. Bundan keyin Allohning yordami bilan turmadan qochib ketdim. Qochib ketib 23 oydan keyin yana tekrar tutqun qilindim. Bu keyin tutqun qilish jarayonida 20 yil kesildim. Asosan 20 yillik hayotim qamoqxona va Xitoyning Urumchidagi birinchi turmushda o'tib ketdi. Bu jarayonda bugun mening bu yerga kelish sababim shu jarayonda ko'rgan Xitoyninki bizningki siyosiy qahramonlarimizni urib o'tirayotganlik, har xil usullardan qiynab o'tirgan zulmni anglish bilan birga Xitoyning har qanday bizdan boshqa millatlarga zulm qilganligini butun dunyoga jakarlash uchun bu suhbatga qatnashdim. Allah razı olsun. Siz vatanda Xitoy turmusida 20 yil 8 oy turibsiz. Bu jarayonda beshingizdan o'tganlarni, ko'rganlaringizni bizga deb bera olamsiz? Bo'ladi, men ko'rganlarimni deb beray. Aldı bilan o'zimning tarjimalimni qisqacha so'zladim, aşağılar shu. Hamda men ko'rgan kishini zulmlar ichidagi eng og'ir zulmlar, hamda turmada har qachon boshqa yerdan og'ir zulm bor, lekin shu zulmlar ichidagi bizningki siyosiy vatanni qutqizimiz deb harakat qilgan qarindoshlarimizni Xitoyning har xil sabablar urib o'tirayotganlik sabablari bor. Buning ichida siyosiy harakat qilmagan bo'lsa, ijtimoiy mahkumlarni qiynab urib o'tirgan ahvollar bor. Bu jarayonda men bu 7-8 kishini haqida guvohlik bermoqchi. Birinchisi Ahmad Qarim. Bu kishi Barn jihadninki tashviqot mas'uli. Bu odam shu Barn jihad qo'zg'alishda tashviq qilish jarayonida ko'p kuch chiqargan, ham iqtisodiy jihatdan ko'p yordam bergan, o'zimi diniy ulamo kishi ekan. Men bu kishini 1996-yili birinchi oyda shu Urumchi birinchi turmining qattiq boshqaruv atida u odam namoz o'qidi deb aytib ekan. Shu yerda ko'rdim. Men shu vaqtda namoz o'qish sababi bilan qattiq boshqaruvga kirib qolgan. Buni men o chaqda qo'limga ko'zlab putimni ishkalsa meni tamg'i qartib 10 necha soat to'g'izib qo'yatdi. Lekin o Ahmad Qarim akamiz biroz yoshi cho'ng, ham turbi koni bo'lganligi uchun onun üstüge bu vakalarla keliş tunca emasken, o vakimizni putuğa işgal koluğu köysirip yatak oltuğuzup koydu. Bu vakimiz her namazga vakti kelgende o bizge qaraydigan cinayetçi başka oğuşlarını çakırıp kolun közünü açtırıp tayammum kılıp namazını secde bilen ruku bilen okudu. Bu vaka 3 gün davamlaştı. Men bolsam örtürüp şu tamak yoki hojatxona bo'lishda qo'lni ko'zni ag'anlash vaqt tayammum namozni tam qarab o'qidim. 3 kundan keyin Ahmad Qarimni nima aytdi Gupaqqa. Gupaq degan hamda Uyg'ur tilida uning boshqa ismi yo'q ekan, turmagan oyda chiqarib qo'yibdi. Gupaqning qanday o'rin ekanligi, Gupaq bo'lsa bir kichik kamera. Buningda hojatxona ichida kengligi 1 metr 50-60 cm edi. Uzunligi shu odamning Beşini hojatxona qo'yib yotadi, puti oyoq taqishga qisqa 2 metr aran keladigan bir yer. Shu yerda o akamizni aytdi. Men undan keyin yenib chiqdim. Keyin bizmi namoz o'qish jarayonida yana biraqdan zulmga uchradik. Bu chaqda 17 kishi biraq namoz o'qidik. Undan keyin bir atrat qurildi. Ammo G'ulja 1997-yili 2-fevral vaqasi chiqish sababi bilan butun siyosiylarni bir atrofga yig'ib, u atrofga 10-atrofga nom berdi.
G'uljidan kelgan qarindoshlarimizni ayrim bir etraf qurib, onunğa 7-ci etraf bir nom berdi. Shu vaqtida butun siyosatlarni to'pladi. To'plaganda endi Sharqiy Turkistonda bizning diniy dohimiz, diniy rahbarimiz bo'lgan Kerim Qarkan boshliq eng oxirisi shu 5-6 ay kesilgan bo'lsin, siyosiy bolalarni bir etraf to'pladi. Shu vaqtidami Ahmad Qarkam namoz o'qib izchil turganligi uchun Ahmad Qarkamni nima ko'pvaqtni ekanmidi? U odam izchil namoz o'qib ko'pvaqt yotdi. Men 1997-yili 12-oyda bir jinoyatchi mahbuslarning bizga zulm qilishiga qarshi turish qisos ilish nimasida bir jinoyatchini 2-qavatdan tepib tushirib Shu sabab bilan men bu ko'pvaqqa bilib 18 kun yotdim. Şu yetiş jarayonida Ahmad Qarkamningki namozni o'nlik qiroat bilan o'qiganligini anglab haqiqatan ta'sirlandim. Hamda bizningki ishimizda shu vaqtlarda siyosilar shu birinchi turmida 200 ga yaqin siyosiy bor. Shu siyosiylar ichida namozni ashunda oshkor o'qiydigan odamdan shu Ahmad Qarkam bor. Ahmad Qarkam namozni ashunda o'qib, Xitoylar uni boshlaydiranmagandan yandiranmagandan mayli qo'yib aytgan shu ko'pvaqtda. Keyin men yenib keldim. Yenib kelgandan keyin 1999-yili Ahmad Qarkamni ko'pvaqtda bu gundupaylar yuqoriga esib qo'yib, urib shahid qildi. Bu voqea turmoqqa kelgan har bir odam bildigan bir keng taqaldi. Bu ichirish voqeani ko'rdim. Hamda men guvohligim bo'lsa, ikkinchi guvohligim Obidjon Obulqosim. Obidjon Obulqosim bo'lsa, Qashqar viloyati shahar ichi O'stanboy mahallasidan o bir oliy maktab o'quvchisi. U bak notiq, ham yoziqchilik qobiliyati yuqori, ziyoli yigitkan. O bola bilan men 1996-yili qattiq boshqarishda dastlabki kelganda tanishgan. Umi izchil turda Xitoy kommunistligiga qarshi har xil usullarga qarshi turib keldi. Bo'lib ishlab chiqish amaliga qatnashmadi. Va ular ishlab bersak bizga bular kirim yaratib bergan bo'lamiz. Bu kirim orqali yana bizga zulm qildi deb ishlamay har xil usullarga qarshi turib keldi. 2002-yili yangi turmuqqa o'tkazdi bizni. Yangi turmuqqa o'tkazgan jarayonda shu yil Qurbayitda bir faoliyat bo'ldi. Uyg'ur saqchi navbatida o'sha siyosiy mahbuslarni asos qilgan asosda bir ko'ngilish faoliyat o'tkazdi. Onunğa o Uyg'ur kadr oldin bizga nima qildi, bizga xabar qildi. Mening navbatim keldi. Yetninki 2-chi yoki 3-chi kunisi. Sizlar o'zinglar xushal bo'ldigan bir nima bilan tayyorlab chiqinglar. Banada biz suhbatlashaylik dedi. Ma'qul deb bu men shu vaqtida bir Yashasin deb Muhammadjon Rashidning she'rini o'qib berdim. Boshqa bolalar gayallar Ochil degan she'rini o'qib berdi. Ochilning asl nusxasi kitobdagi emaskan, asl nusxasi haqiqatan yaxshi ekan. Andan keyin o Obidjon Obulqosim degan qarindishimiz bu qo'liga hech narsa olib chiqmabdi, biroz yozmabdi, lekin o yumor orqali haqiqatan bizni xushal qildi ham turmadagi zulmni oshkorladi debdi. Bilinib ko'pini biz bilgan bo'lsakmi, lekin ularning oldida deyish ancha oson emasda, bunda qildi. Lekin o yumor orqali hammani birini Xitoyning qilgan zulmini bir-birlab so'zlab o'tdi. Ham shuning ichidagi Xitoyning yalig'ini yalab siyosiy mahbuslarga zulm qilayotgan g'alchilar borda jinoyatchidan chiqqan. Ularni shu maydonda yuzga so'kib qamchiladi. Bu voqea o'tib, bir yil o'tmayla buni og'rib qolgan banida doktorxonaga o'tkazib akitib, doktorxonada hafta yotgandan keyin shu yotib kelganlarni dapirishcha bir kun atdigan bomdod namozidan burun ukol esibdi. Qasm ukol. Bu Obidjon Obulqosim qarindishimiz yatoq qilibdi, qolganlar hojat chiqibdi. Kirsa osma tushayotgan badanninki to'liq bir tarafi, ya'ni yerim tarafi yotgan taraf qop-qora qardab qon ketib, shaytib ketibdi. Hech qanday tiniq nima yo'q. Buni ko'rgan qarindoshlarimiz o chaqda oshkorlamadi. Keyin atat kelgandan keyin bizga masalan bu voqeani ko'rganlar Bayyu deb bir tungan bu G'uljining qo'rg'osliq asosan siyosiy mahbuslar og'rib qolsa doktorxonada qaraydi. Ya'ni birisi Xanjishingda bir Shiva G'uljining Chopchal noyisidan Shiva. Umi shu ishqis shu yerda bo'lg'achqa bo'lgan voqeani so'zlab bergan. Aynan andan keyin yana bir siyosiy mahbus qarindishimiz bor. O qarindishimizmi bu voqeani deb berdi. Ilhomjon Abdumajid ismidagi. O voqeani shu voqeadagi o sal qo'qab keyinroq dedi, lekin ma 2 yildan burun deb berdi. Hamma odam buni anglab nihoyat qarg'urdik. Ig'ir bir musibat bo'ldi bizga. Xitoylar mushu usullar orqali ko'p qarindoshlarimizni bizning yo'qotdi. Mening ko'rganlarim, anglaganlarim mushu yuqoridan bir nechasi bor guvohlik beraman. Lekin biz bilmaydigan nurg'un zulmlar bor.
Şuna bunu xalqimiz obdan tushunishi, ham turmida qolgan qarindoshlarga ega chiqishi, kim qolgan, o nima sabab bilan kirgan, ularni aniqlashi, ularni surishtirib qilishi, bo'lsa shunda BDTlarga xat yozish orqali xabar berish kerak. Hozir bu kamplarning zulmida turmini unutib qoldik hozir. Lekin turmidagi zulm kamplarning nechasi ig'ir. Buni turmida chiqqan qarindoshlar obdan biladi, ham biz ko'zimiz bilan ko'rdik. Mening 3-qitim bermoqchi bo'lgan guvohligim Wang Bo deb bir tungan bir mahbus bor. Men shu o'rinlarga qattiq boshqa atirda turishdim. 2006-yili men bir ishlab chiqish qarshi turish sababi bilan ko'proq nima qattiq boshqa qamaldim. Bu jarayonda men kirgan yotoqda qog'liqliq Ablat janda bir siyosiy bola bordi. O uzun bo'lgan shariat qildi, 3 yilga yiqilgan. Menda shu yotoqqa akirdi. Bu yerga kirsak, o qattiq boshqarish turgan qattiq boshqarish qanday deb uni tanishtirish to'g'ri keldi. Qattiq boshqarish degan ishlab chiqarish qatnashmagan yoki Xitoy qarshi ustolar Xitoyningki boshqacha bo'ysunmagan yoki unda sharoitlar namoz o'qigan kishilar qamalgan ya. Bu yerga kirganlar futuga ishgal qo'liga qo'yilgan holda kuniga 16 soat o'rtug'izib qo'yildi. 16 soat tug'izib atdiganda yarim mo'ma. Yarim Xitoyningki hornan hamda yarim mo'ma deganimiz hozirgi bu ekmekda 1 to'g'ram to'g'ri keldi hamda 1 to'g'ram nonga to'g'ri keldi. Shunchalik atdiganda shuni berdi, tush tomoq bermaydi. Kechda yana shu yarim mo'min bilan ozroq qaynoq suv berdi. Shuningga hamda har qanday bir badani quvvatli, sog'lom odam bo'lsa-mu, bir ishga aylab yiqiladigan gap. Ashunda yerda bir tunganni ko'rdim. Tungan bir shalda yetib bog'lab qo'yapti uni. O shalning uzunligi 2 metr 20 san, kengligi 80 keladi. Shalning beshida ham oxirida 2 dan 4 halqa bor. Bu halqaga qo'lni boshligiga ko'z bilan bog'laydi, oyoqqa ishkal bilan bog'laydi. Bu qo'ldagini bir qo'lni tomoq yeganda ochadi, boshqa vaqtda faqat ochmaydi. O Wang Bo qolgan mahbuslarni dapirishcha bu yer to'g'ri 2 oydan eshibdi. O bir qotillik jinoyatlar kelgan o'lgishlarda bu gunoh bor ekan. Onun deyişçe, men bu jazo ig'ir ketdi, gunoh o'lgichidi deb shu naq chidamagan bag'an ekan. Lekin bular uning azini yoki gapini tinglamasdan bog'lab qo'yib, ana zulm qilib qo'ydi. O biroz kallasini ketib qoldi shu zulm derdi, namdi. Turib to'laydi, bogo deb. Bogo deganda hamamiz Xitoycha bildiganlarni bilamiz, doklad deb to'lgan bo'ladi. Bogo so'jan deb to'lsa, u yotoqdagi uning qaraydigan nazoratchi, jinoyatchi uning og'zini jobo bilan tingib, siriq cho'ng jobo var. Shu joboni bog'lab tingib, ana lekin uni o'chkishlab urdi uni. Biz ko'rib turamiz. Haqiqatan ishimiz og'riydi, lekin uni qarshilik qilish olmaysiz biz. U ashunda zulm tortib, men shu vaqtida 1,5 ay yaqin shu yerda turdim. U shu shalda yotaverdi. Keyin men ketgandan keyin anlasak, u ashunda o'lib ketibmiz. Chunki Xitoylar zulmni faqat shu Türk musulmonlarga emas, har qanday bir Turkistonda yashayotgan barliq insonlarga zulm qilib kelyapti. Bu jihatda buni misol keltirib ko'ramiz. Bundan boshqa ko'p ahvollar bor, lekin mening ko'zim bilan ko'rgan ahvol mushu. Mening kamda 4-chi guvohlik beradigan kishim 4-chisi Mahat Hasan. Mahat Hasan bu qarindoshimiz Barn vaqasidagi bir qahramonlik ko'rsatgan bir yigit. Bu Barn vaqasidagi kichik bir qurolliq atrofning boshlig'i. Bu dinda yoki panda jiq saviyasi bo'lmaganligi uchun oilasidagilarning oldishi bilan o jihad oxirlashgandan keyin asirga tushib qochib ketgan taqqa, qo'lda qurol qochib ketgan. Lekin buni oilasidagi odamlar Xitoyga xizmat qiladigan kadrlar bo'lganligi uchun ularni jiq oqibatni o'ylamaydi, oz kesib qoladi deb o'ylab bolasini aldab akilib Xitoyga tutib bergan. Buni Xitoy 2 yil kechtirib o'lim deb kesib ekan. Men basam turmada bor ekan, shu yerda ko'rdim, ko'rishdim. Keyin bir yotoqdan turib qoldik. U Mahat Hasan hamda Barn vaqasida turmaga kirganlar ichida biroz saviyasi to'van qiziqqan bo'lganligi uchun turmaning Xitoyning aldashlariga biroz oldinib ketib, ular moslashib qarindoshlarini uning uchun chiqib qo'ydigan. Ya boshqa nima nachar shug'ul ahvollar shakllanib qolib turganda, uning qancha biz tarbiya qildik, lekin anglab ololmadi. Shundaqdimi Xitoy menga bir bossashdi deb uningga hayot yashab fursati bermadi uni. Ashunda tusimi bu bizni aldayotdi deb qarab ko'p qitim guppaq yetdi uchu. Nurg'un qitim tayoq yeb zulm tortib guppaq yetib ig'ir kasallikka duchor bo'ldi. Tuberkulyoz
aydiz, yana boshqa qon ozliq degandek men uchrashganda 5 xil kasallikka uchrab ekan bo'chum. Men buningdan 2005-yil arilib ketib atatni boshlash sababi bilan 2011 yana bir atat kelib qoldik. Shu ishlash jarayonida tanishgandan keyin ancha-muncha paranglashdik. So'rasam, shunda muatratdan ketgandan keyin menga bir eg'ir zulm qilib ko'p qildik, mashina bo'lib ketdi. Qarasam, haqiqatan burungi ahvoli yo'q. Nihoyat ojizlab ketibdi. Lekin aydiz ekanligini bizga demadi hamda deyishni nomus qildi bo'lish kerak, bo'lish kerak. Atrofdan odamlar biladi ekan uni, kadrlar, keyin doktorlarni deb o'qitdik uni. Amaliyotda buning aydiz qilishi aqlga sig'maydi. Nima ish qilsa, u barni vaqasida 90-yil 4-oyda asirga tushgan. O aydiz bo'lgan vaqti qachon desa, uningki 2008-2009ga to'g'ri kelgan. Bu hozir meditsinaning nimasida aydiz kasalini badanga yuqib, eng kichikgandimi bu 2-3 yil qama oshkorlandi degan bo'chu. Demak, u vatanda turmaga kirishdan burun aydiz emas, sirtda sog'lom kirgan. Xitoylar mushu aydiz orqali nurg'un qarindoshlarimizni yo'qotib ham yo'qotadi. Shuning misoli shu Mahatasana birisi shu hamda. Demak, 90-yil 4-oyda kirgan odam 2008-yilda aydizlik oshkorlandi. Bu jarayonda turmada aydiz kasalligiga giriftor bo'lgan kishilar yaxshi kutilsa 7-8 yil barjaq bo'ladi degan. Yaxshi kutilmasa tiz dunyoning turmaning sharoiti tuvan bo'lgan degan, bo'lib siyosiy mahbuslarga nachar muomala qilgan degan Xitoylar. Bu bir til bo'lsa o'g'irlab ketibdi. Keyin doktorlar akatdi uni. Men shu yilning oxirisi o't tosh sababli doktorga bordim. Xitoylar bildimi bilmadimi bizni yandash yataqqa soladi. Mahatasanning yegan narsani qusudi. Ham aydiz kasalligining o'lgan ahvollarni ko'rganlar bo'lsalar bilasizlar buni. Haqiqatan buning badanda quvvat qolmagan. Meni ko'rib bunda sharatni orang qarab naydi bir farqat qilib bo'lmaydigan bir ovozda gap qildi. Men salom qilib o'tib ketdim. Shu yerda 3-kunisi o o'lib dunyodan ketdi. Demak, Mahatasanni misol olsak, Mahatasan Xitoyga burun harakat qilgan bo'lsa-mu, keyin uning ichida o'zining qilmishini pushaymon qilganligini ifodalab Xitoyga moslashgan. Shundaqda Xitoy uni yashashga fursat bermay, axir aydizdan o'ldirib oxirlashdi. Demak, buningdan har qanday bir qarindishimiz, endi men Xitoyga ishlasam, menga bir yaxshilik kelib qolarmikan? Bular menga ham oilamga bir nim beramikan degan umidni bo'lmanglar. Bunda umidsiz haqiqatan xatolashgan bo'lsizlar. Xitoy Uyg'ur bo'lgan har bir musulmon emas, Uyg'ur bo'lgan har qanday bir qavmni toki shu Xitoy bo'lib, yo Xitoyga tekkicha, yo Xitoyning og'icha shunchasi qo'ydi bo'lmasa mumkin emas. Ta shu o'lgishlik aram bermaydi. Shunga Xitoyga ishlayotganlar bo'lib qolsanglar, balki hamda hozir oz deymiz, lekin bilmaymiz. Bo'lganlaringlar bundan ibrat qilinglar, chunki Xitoy hargiz ishladi menga deb rahim qilmaydi. Sizni ishlatib olgandan keyin sizni boshlarni qo'llarni yo'qotib, uni yana birisini qo'l yo'qotib, hargiz sizlarga bir manfaat bermaydi. Sizlarga emas, oilanglarga manda aramlik bermaydi. Meningki guvohlik bermoqchi bo'lgan 5-qarindishimiz Abdusalom Abdullah. Abdusalom Abdullah G'o'lja Qo'rg'as noyisi degan. Men buni burun tonimayman. Men shu 2011-yili shu doktorxonada yotgan vaqtimda men to'g'ay yataq akirdi. U kirgan vaqtida haqiqatan hushini bilmaydi. O'ralab ketgan, ham tini ojiz, hushini bilmaydi. Yataq akirib olgandan keyin uni jinoyatchi doktorlar temperaturasini o'lchash uchun termometrni akirib, uning og'ziga sepmoqda, badanda go'sh olmagan degan. Qo'ltig'i qismoqda bo'lmadi. Ondan keyin maqatga tiqib, maqatni o'lchab ololmay, asmakul asdi. Shu jarayonda 2 mahbus, ham biz Xitoychani azoq o'qigandagi ularning suhbatidan o'qdim. 2 mahbus Abdullah Abdusalom haqida, Abdusalom Abdullah haqida bir suhbatlashdi. Nim bo'lib bo'lib kelib qolganlarni deyishib o'tdi. Uning deyishicha, Abdusalom Abdullah turmaga kirgandan keyin Xitoyning zulmiga izchil boshagmay qarshi turib kelgan. İşlep çıkışı qatnaşmagan, hatta qo'ldan kelish ashyo diniy bilan shug'ullangan. Unda bo'lgandan Xitoylar buni ko'proq qamagan. Ko'proqda ko'p qitim ajg'ilan qilgan. Tamoq yegil unmagan. Hatta tamoqni burnidan shilan ko'lan omashlarni qushgan bo'lsa-mu, keyinchi u ummamagan. Ma'magandan keyin doktorxona shu akaga vaqti, men ko'yga vaqti shu ekan, haqiqatan ojizlab ketibdi. Bir soatdan keyin
ikki mahbus palanlashtirganda keyin teshdan birisi kirdi. Mahbuslarninki tizimlikini tizimlaydigan bu qanday mahbus kim deb qolgan. Bu mening orqamdan siyosiy, bu uning siyosiy bo'lgandan keyin o akirganlarni ochiq tashkilab Abdussalom Abdullani achkatdi yataqdan. Men haqiqatan nihoyat ig'ir qayg'urdim qolsam, o qo'limiz ish kelmadi. Faqat beshida azroq men boray desam jinoyatchilik qo'ymadi. Ben faqat ishim duo qildim Allohga. Chiqib ketdi. Men doktorxonaga yenib keldim. 3 kundan keyin meni doktorxonada boqqan mahbus doktorxonaga berib kelish jarayonida shu Abdussalom Abdullaninki shahid bo'lib ketganligini dedi. Bu yerda hozir masalan bir necha ulamo ustozlarning shu turmada shahid bo'lgandan keyin namozini bir şey tushish uqdiq. Lekin aningdek o'lib ketib qolgan nurg'un qarindoshlarimiz bor turmada. O yoshlanib qilyotdi. Uni aniqlash ne urug' tuqqanlarning qo'lidan, ne boshlangan qo'lidan kelmaydi hozir. Shunga urug' tuqqanlarni bala imkon bola chetga chiqqanlar, mush guvohlikni bildi basanglar, falan tuqqanim bordi, turmada, bos falan atratda manda ishdan kirgan deb. Bo'lsa bir Alloh taolaning rahmati bilan dunyo buningga bir nima qilsa, ba'zi Uyg'urlarning tashkilot rahbarlari bularni munosib o'rinlarga topshirib bersa, balki aniqlashi mumkin Alloh xolisa. To'sab qolmasakmi? İsmim bo'lsa, nima deb qolsa biz bu paket bo'chu hamda. Anandan keyingi 6-chi guvohlik beradigan qarindishimiz Abdurahim Qashqari. Buningki asli ismi Abdurahim Tursun. Bu qarindishimiz Qashqar viloyati Yengishar nahiya bozorichidan. O'zi yakka tijoratchi, xil pul topgan boy, millionlab pul var bir qarindosh. Bu ko'p vaqtini Xitoyning qo'li ishga o'tkazibdi. Şu yerde pul tepip, arkadaşlar bilan pul tepip yürüptü. Keyin şu vatanda asasen 90 yıldan keyin Xitoyga qarshi turish asas umumlaştı ya. Şu sebepler bilan başkalarının daveti bilan bolsun yoki zulmning ig'irligidan bolsun, o qilishimizni uyg'unib, tijoratini tashlab, şu Sharqiy Turkistonda Xitoyga qarshi harakat qilganlarga ishkirlik lozim bo'lgan narsalarni ichib qo'yibdi ekan. Şu sebep bilan buni muddasiz kesibdi. Biz shu turmada tanishdik. Tanışqandan keyin 2011-yili bir yatak turib qoldik. Bir yatakdan bir mezgil turdik. O'zining qisqa ahvolini deb berdi. Haqiqatan o'zimiz botir, jasur qarindosh ekan. Ustag'onlik ham Uyg'ur yigitlarga xos kuchlik bir birodar. Ham qo'rqmas. Uni asosan boshlagan kelayotgan qarindishimizdan birisi edi. Lekin Xitoy buni ashu boshqalarga yomon ta'sir berdi deb qarab izchil turda qattiq boshqa solab qo'yib, qattiq boshqasidan chiqmay shunda qiynab keldi. Ham qattiq boshqashning atratdiki, ham turmining o'zida bir qattiq boshqa atrati bo'lsa, har bir atratning o'zida bir qattiq boshqarish yotqi bor. Bular ishlaganda, tanatqanda normal qog'alliga o'xshab berib ishlaydi. Kechti kelganda o'rindiq o'tirdi. Qachon shu tamoq vaqti bo'lsa, yoki yotgan vaqti bo'lsa, shu vaqt turdi bo'lmasa, kichik bir o'rindiq bor. O'tg'izib qo'yildi. Bu bir qiynashning oddiy usullari hamda. Bu qarindishimiz ashunday zulmni ko'p tatgan qarindosh. Bu 2011-yili Xitoy kommunist jazoatlari burundan olib kelgan siyosiy mahbuslarni turga ayirib, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajadan tashqari deb olib kelgan 5 darajaga araydi. O Abdurahim Qashqari bo'lsa, shu 4-darajaga olgan kishilarning birisi. Bizning o'xshash shu qatorda. Xitoy kommunistlari buni qarab muomala qildi. Asli bu bir aldash. Birinchi o'g'illardan nurg'a o'lib ketgan qarindishimiz bor Xitoyning zulmi o'xshab. Lekin hamda bizning ko'pimiz sodda bo'lganligimiz uchun bular yuzlardan kelgan o'qish nimasi, Xitoyning nimasini tushunmaydigan, Xitoy tilini bilmaydigan, maktablarda o'qimagan qarindoshlarimiz asosan tushunmay oldinib ketib, bunda bir javob qasam qo'yib turdi deb o'ylab, gayanda ular maslashib ishlab turdigan yoki bor bizga zid ishlarni qilib qo'ygan ahvollar shu sababdan kelib chiqqan. Xitoy bundan foydalanganligi uchun shu bizning darajaga aragan. Ham bu qarindoshlarimiz unda muomala qilgandan keyin birinchi bularga kelgan paytda birinchi yillik kishilar bir oyda bir ko'rishdi oilasi bilan. Ikkinchi, uchinchilar 2 oyda 3 oyda bir ko'rishdi. To'rtinchilar 4 oyda bir ko'rishdi. Sen o deydi Abdurahim Qashqari sen nima deb bizni ko'rishtirmaysa biz oilamizga kelib qolsa, biz ishlayotgan dursak deydi. Ham magazinga biraz ilişkimi onu atamaydı. Şu sebeple uğraşıp kaldı. Sen bizi bu şunca zulüm kılıp, zulüm yetmese, yani bizim bunu işte kıynasan, ben bunu işini kılmayayım deyip uğraştı. Şunu onu etrattın, eketti onu. Ekitip, katlık başvurusu etratiga kalmadı. Şu vakti katlık başvurusu etratti, bizden olduğun belan, bizden kalmagan belanın ki, 3-cü qavat edik yani. Yani uyada bir avaz bolsa,
tik alınıdı, tegrik ülük avaz tebiga alınıdı. Şunda bir münasebeti var, bir bina bo'lganligi uchun. Bu qilishimizni akitib, bir haftadan keyin bir kechada yerimlashganda bir qattiq bir ovoz, voqea ovoz chiqib ketdi. Eng oxirida shu bu ovoz 1 soatdan ko'p davomlashdi. Eng oxirida ig'ir bir chiqirgan ovoz bilan bu ovoz to'xtadi. Biz ertasi angladikki, shu qilinishimizni urib shahid qilibdi. O'g'onlar ichida atrofning gundipaylari, Uyg'urlar bor, Xitoylar bor. Andan keyin boshqa turmoq mas'ul gundipaylardan tortib bor. U yerda bo'lgan voqea faqat u bir emas, pat-pat anglab turdi ahvollarni. Abdurahim Qashqari qarindoshimiz mush sabab bilan shahid bo'lib dunyodan ketdi. Bu hamda jiq kishilarga qo'ldan kelish yordam qilgan boy bo'lgan ekan. Ham kafirlar boshqa izchil qarshi turib kelgan kishilar bo'lganligi uchun jiq mahbuslar tonaydi, uni siyosiy ballar. Ham uningga hurmat qiladi. Ham ko'pimiz duo qildik, u shahid bo'lib ketgandan keyin. Boshqa amal qilib beramadik, lekin ko'z oldimizdan bir qahramon yigit mush sabab bilan yo'qolib ketdi. Buningdek misollar haqiqatan ko'p. Biz turgan atrot bir bo'lgan bilan bir turmishida 25 atrot bor. Oshunda bir yilga oshna atrotlar birdan ikkidan shahid bo'lib ketsa, yilga 50-60 odamlar shahid bo'lib ketadi. Meningki guvohlik bermoqchi bo'lgan 7-qarindishimiz Kirim Qarim. Kirim Qarimni asosan Sharq Turkistonlik ko'p xalqimiz o'zini ko'rmagan bo'lsa ismini biladi. Chunki Sharq Turkistonda uzun yil da'vat qilgan, islomni yetkazish uchun ham 27 yillik hayoti Xitoy turmusi o'tgan. Bu ustozimizni hozir Uyg'ur medialarida ko'p tashviq qilyotdi. Haqiqatan tashviq qilish tegishlik, o'rganish tegishlik bir zot. Bu Kirim Qarim ustozimiz 1990 yilda Barn voqeasidan keyin Barn voqeasiga qutroq qilgan degan nim bilan tutib akitib, keyindan Sharq Turkiston Islom Islohotchilar partiyasini qurdi degan banalarni otdi. Shu ishlarni qo'lga olgan ekan. Men basam turmadi bor ekan. Men tunji ko'rgan vaqtim 97-yili turmadi bir yangi atrot qurildi, siyosiy atrot. Shu atrotni tunji qitim ko'rdim. O ustozimiz haqiqatan bizning Turkistonga emas, butun dunyo musulmonlariga diniy dahi bo'lishga loyiq bir zot. Chunki hozir anglayapsizlar, ko'p kishilar uning tarixini yozdi. Ham amaliyotda turmada Xitoyning turmusida shunda turalish oson emas. Sahobalar bo'lsa-mu balki shunda turish mumkin endi. O ustozimizning men ko'rgan taraflari ham men birishdan burun o kishi Guppaq ekan. Guppaqningki oq o'ylisida qalavaqidi degan bahona bilan shu ayrim qamabdi. Boshqa mahbuslar qassoq bu yomon ta'sir berdi, yandan taqdir deb qo'rqib shu yerga ayrim qamab qo'yapti. Asosan turmadagi siyosiy mahbuslar o'sha ustozimizga bir anglaytiq ko'p bo'ladi. Keyin 97-yili atrotni birlashtirish bilan birga bizni atrotga akeldi. Bizni atrotga akelib, bizningki yotoqning qarshisidagi bir yotoqda o Kirim Qarim, Jamal Qarim deganimiz Barn voqeasiniki askar qo'mondoni bo'lgan kishi. O'tirmada qolib qolgan hozirdan bo'lsa o'qmadik. Aysa apadim, O'tkir apadim bular bo'lsa Sharq Turkistonninki 90 nahiyasidan Sharq Turkiston Haqqoniyatchilar partiyasini qurib Xitoyga qarshi harakat qilgan, shu sababli ular turmada qolib qolgan. Endan keyin Gumuluq Muhammad Sadir bu Xitoyga qarshi tashkil qilib harakat qilgan. Shularni ayrim qamagan bizning yataqning o'diliga taqdi. Biz bular bilan burun ancha-muncha ko'rishdik, keyin shu tamoq olganda, ishga kelganda bir-bir salomlashilgan, bir narsa almashtirilgan. Andan keyin biz diniy jihatlarda yoki siyosiy jihatda bir masala duch kelsak, gap so'raydik shulardan. Shular qo'ldan kirishcha shu yerda bilganicha javob beradi. Biz shu bo'yicha qildik. Bu ustozimizni bu 10-tarafdagi siyosiy mahbuslar bilan hurmatlaydigan gapini anglaydigan, buni bizga qarshi qo'zg'atishi mumkin deb qo'rqib, keyin akatdi 3-turmaga. 98-yili atiyazda akatdi, shundan keyin qaytib ko'rib boqmadik. Lekin shu ketgandan keyinmi boshqalardan anglasak, shu birinchi turda qanday tug'an bo'lsa, o'sha yerda shunda diniy ibodatni joyida qilib,
qo'ldan kelishicha mahbuslarga haqni yetkazib o'tabdi. Bunda bo'lgandan keyin Xitoylar bu ustozimizni ayrim yerga qamab, boshqa mahbuslarga bir yerda qo'ymay, ish qapasi ayrim o'tqizib qo'yib bu yonda ishni egasi birga kelib, shunday qilibdi. Keyin qarindoshlarimizning gapirishicha, bu Xitoyning bu zulm qo'llariga qarshi bir narsani ajrag'an qildi bo'lib, bu yil to'shab 5 yil ketib qo'ygandan keyin ko'p qitim ajrag'an qildi. Ajrag'an qilgan soat sonimi 200 necha soat deydi. Hem haqiqatan bana hayat insan tizimi ters bulungandı. Keyingi ahvallarni men bu Kerim Qarakamning qisqa tarjimalida yazdım. Onu ko'rib olsanglar bo'ladi. Lekin aqibati ahvollari shunda turish orqali bir diniy dahiga xos holda Xitoyga bashagmay, shuning ichida tashviqot qilib, dinni yetkazib turib kelganligi uchun 2017-yili qiynash usulidan shahid qilgan bo'pti. Uni biz keyin uqdiq. Demak, bu ahvollardan bu shundoq Kerim Qarakamdek uning yetmesimi nurg'un diniy ustozlarimiz, masalan Abdulat Maqsum hojim deymiz, xo'tallik, yana Abdulatxon Maqsumda yana bir qismi g'uljilik, 97-2-fevralga yetakchilik qilgan ustozimiz. Undan boshqa biz o'qimaydigan nurg'un shu Xitoyga qarshi kurashlarda Uyg'ur musulmonlarini Xitoyga qarshi yetaklagan nurg'un ustozimiz Xitoy turmusida shahid bo'lib ketdi. Bularni bilganlaringlar, guvohlik bersanglar, munosabatlik Uyg'ur yetakchilar rahbarlari uchun shu BDTga bo'lamni bu yerga sunsa, Alloh xolisi kim tekshirish bo'lganda shularning ismi chiqqandan keyin ish bo'lmasa nima sababdan o'lib ketganligini so'rash qilib bo'ladi. Buni qo'qab demasanglar, bular shu yerda hayotdan ayriladi, hech kim unga qarab olmaydi. Mening ko'zim bilan ko'rganlarim mushu ahvollar. Lekin men bilmaydigan ahvollar jiq. Chunki Sharqiy Turkistonda 30 ga yaqin cho'ng turma, 200 nechaga yaqin qamoqxonalar var. Mesela her bir naide, Bintüve oralarında, mesela çoğun şehirlerde qamoqxona bir iş gelmez. Hatta 4-5 yer qamoqxona var. Şunu katkanda 86 naide, birden 86'sı boğandan sırt, o 7 şehirde az boğanda 7-8-10'dan aşkarlanmayan qamoqxonalar jiq deynan. Demek 200'den aşıdı. Bu jarayonda bu yerde urup öldürülgen, qiynab öldürülgen, yoki kesip turmuda o'lib ketgan ahvollar favqulodda og'ir. Hozir men kampalarninki zulm dunyoga oshkorlangan bilan turmular besilib qoldi. Shon turmudagi tuqqanlar bor qarindoshlar, dadil kelib guvohlik beringlar. Alloh nasib qilsa shu qarindoshlarimizningki bir ismim bo'lsa yozilib qolsin tarixga, balki necha o'lib ketgan bo'lishi mumkin, unutilib ketmasin. Men oxirida bir shu zulmlar mujazzalangan bir she'r o'qib beray. Munojatnoma. Ey ulug' Rabbim rahim qil Sharqiy Turkiston xalqiga. Qutqazg'in qonxo'r Xitoydan yetkil xalqimning dardiga. Ko'ranglamakda pas Xitoy sandin tinib, elni qirib, ya isloh qil, ya halok, qo'yvatma amdi mayliga. Ochdi bakmu haddidin, ochko'z qonxo'r jallod Xitoy. Aylandi zindonga go'yo iflos Xitoy bosqonli joy. Yajuj ve Majuj kabi azvaylimekte kan içip, kırmakta elni çoğun küçük ya ayal dep ayırmay. Semri geçke aç Xitay, bulap talap ve kan şorap. Patmidi emdi cahanga goya ki Çingizini dorap. Kırmakta halkımni şu an kurutmak için neslini Allah'medek alimlerini yok etti zindanga solap. Öldürer, elini zehirlep, epyun ve eydiz tarkıtıp, atmakta miltıklar bilen köplerini terörga çetip, çıkırıp kallık siyaset, planlık toğut dep at koyup, katliam kılmakta her gün sansız bavaklarını kırıp, mecburlap halkımını İslam akidimizden yandurup, burmulap tarihimizni ecdadimizden tandurup, niyeti qabih Xitoyning manguga qo'l qilmoq uchun misli robot manqurt qilib avlodimizni azdirib dapsanda qildi dinimizni masjid madraslarni taqab muqaddas Qur'on Karim hadis rasulni burmalab birimizga yuzni chatdi chiqsaq agar ko'krak kirib din vatan millat uchun qilsaq kurash ya inqilob. Yurtimizga köpligen kavak pahiş xana kurup,
Qarşı tursak qiynadı, hattoki o'ltirdi urib. Atdı zindanğa günahsız, sansız oğul kızını tutup, kesdi muddatsiz jazo, yalğan jinoyat uydurup. Buzda axloq, qoida, mizonimizni chiritib, zo'rladi qimor haroqqa, saharladi afyun setib. Kim anga qarshi turib, to'xtat bu ifloslikni desa, xolisa zindonga atdi, xolisa o'ltirdi etib. Ey ulug' Allah yarattın Uyg'urnimi inson qilib. İn'am qilding shuncha ko'p, kangri zamin boylik berib. Va lekin yurtimni bosdi ochtoy mug'ur jallod Xitoy, qiynamoqda qul kabi xalqimni zar yig'latib. Ey Allohim, Uyg'urimga yo'q sendin boshqa yer yo'lak. Yo'qdir xalqimni Xitoydan qutqazg'uvchi sendin bo'lak. Tiz yo'qat jallod Xitoyni dunyoda nasli qolmasin. Sen qahharsan, sen jabbar, olamda faqat salla haq. Rahmat meniki sababda bir şey axırlaşdı. Abdullah aka, bugungi suhbatimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Guvohlikdami intayin yaxshi tafsili va'dangiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Shunday hurmatli ko'rmanlar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qadimliq programmamizni ko'rishsa omon bo'linglar. Cheki yo'qmi? Cheki yo'qmi bu tengsizlik davrining? Cheki yo'qmi bu zulmning, jabrning? Cheki yo'qmi bu baloyi kabirning? Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Ey Uyg'urim, sen ko'migan na qoldi? Mal mulkingni, yer yurtingni yov oldi. Yovning qasdi jiningla taqaldi. Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Xitoy seni her gün qilar qatliam. Zulmlardan zar yig'laydi el avam. Qachongacha qiladi zulm davom? Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Yoshlaringni ovlamoqda ovchilar, pul huquqqa o'zini satgan g'alchilar, tozoqlarda jon bermoqda qanchilar. Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Türkistan'da cihat bariz emasmi? Cihat üçün Xitoy bizga yetmasmi? Aciz kelsak Allah yordam bermasmi? Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Qanxo'r Xitoy qiynamoqda jiningni, yalmauzdek sho'rmoqda qiningni. Hech bilmadim saqlaysankin kimingni? Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Köp xandonliq davlat qurgan Uyg'ursan, yovg'i saddichin so'qtirgan Uyg'ursan. Nichin bugun qo'l qo'shtirib tursan? Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Bitmas zulm yov bilan jang qilmasang, ajdod kabi janggohga ot salmasang, qonxo'r jallod yovdan qisos olmasang, cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Jang qilmasang hurlik o'zi kelmaydi. Tayyor tapqa haqmi yordam etmaydi. Xitoy yurtni bika tashlab ketmaydi. Cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Qajar Xitoy sen atlansang jihodga, hamma birdek ot solsang gar janggohga, chin tavakkul qilsang ulug' Allohga, cheki yo'qmi bu chidashning, sabrning? Bismillahirrohmanirrohim. Barliq hamdu sanolar bizga qalam bilan yozishni o'rgatgan Allohga bo'lsin. Qo'lingizdagi Qo'zg'al ahli Turkiston nomidagi bu asar Sharq Turkistondagi jallod, Xumpar Xitoy ishg'oliga qarshi qo'zg'olishga chaqiriq shakldagi bu kitob xalqimizning Xitoy tarafidan uchirgan zulm, xo'rliqqa qarshi turishni va mavjudiyaning dushmani bo'lgan razil Xitoyga qarshi amaliy harakatga otlang'usi. Uyg'on Uyg'ur, qon yig'laydi xalqing vatanda. Sen beparvo yurarsan chatda. Qachongacha yotsan Uyg'ur, bangiladek uxlab g'aflatda. Sana nasib bo'lgan bu hijrat, emasmi o sen uchun fursat? His qilamsan yoki sen uni ajal qistab kelganda faqat. Olim bilib parazitlarni, yo'lboshchim deb sen xoinlarni, o'tkazamsan kuningni boshqa, ulpat tutib sen johillarni. Untudingmi turmalardagi nuzugumdek jasur qizlarni, din va vatan millating uchun
Candan keçken mert yigitlarni. Untudungmu seni östürgen ata-ana qarindoshlarni, seni kutib intizor bo'lgan do'st birodar yurtdoshlarni. Mazlumlarning ohi tutmasmi? Rabbim sendan hisob olmasmi? Yo'llaringga talmirganlarning umidlari yerda qolmasmi? Uygan Uyg'ur as ho'shingni top, kun o'tkazma bikaga o'ynab, yurma amdi qumdak chechilib, birlash, tirish, izla, chora top. Yav qo'lida qoldi vataning, asoratda qilib qoldi xalqing. Uni yovdan qutqizmoq sening iymoniy va insoniy qarzing. Asli islom yurti Turkiston, Uyg'ur azaldan musulmon. Uni qo'g'dash sana farzdur. Bo'lsang agar haq so'yar o'g'lon.